Sizlarni bir masala yuzasidan chaqirtirdim, u ham bo'lsa harbiy masala. Masala bunday. Rossiyaning najotkori armiyadir. Shunday ekan, tavakkal qilib jang boshlab, ham armiya, ham Moskvadan ayrilib qolish durustmi? Yo Moskvani jangsiz berib, armiyani saqlab qolish durustmi? Men mana shu masalada sizlarning fikrlaringizni olmoqchi edim. Biz urushda hali yengilganimizcha yo'q. Muqaddas poytaxtimizni saqlab qolishning yagona yo'li dushmanga hujum qilishdan iboratdir. Nahotki Napoleonning Moskvaga bostirib kelishiga men yo'l qo'ygan bo'lsam, qachon men bu ishni qilib qo'ydim? Qachon bu mudhish hol ro'y berdi? Kutuzov o'zi beradigan amrini o'ylab Mana dahshatga shundagina tushdi. biz Xullas, janoblar, nazarimda men singan ko'za tovolini to'laydiganga o'xshayman. Janoblar, men fikrlaringizni eshitdim. Ba'zilaringiz rozi bo'lmasangiz kerak. Lekin men podsho va vatanim bergan huquqdan foydalanib chekinishni buyuraman. Tavba. Shunday bo'lishini kutmagan edim. Shunday bo'lar deb o'ylamagan edim. Siz dam olishingiz kerak, a'lo hazratlari. Yo'q. Ular ham hali turklarga o'xshab ot go'shti yeydigan bo'lishadi. Yeyishadi hali. Lekin faqat Kutuzov 1-sentyabr kechasi Bilasanmi, Masher? O'zim ham senga aytmoqchi bo'lib turuvdim. Masher, grafinaginam, oldimga bir ofitser keluvdi. Yaradorlar uchun arava berib turing deyapti menga. Aravalarni bo'shatib yaradorlarga beringlar. Hamma aravani yaradorlarga beringlar. Sanduqlarni omborga olib kiringlar. Izvoshchiga javob berib yuboraylikmi? Ha. Menga qara, Gerasim. Men aytganlarimni qilsang iltimos qilaman. Jonim bilan ovqat tayyorlataymi? Yo'q, boshqa narsa kerak menga. Menga dehqoncha usti bosh bilan to'pponcha kerak. Bu kimning kalaskasi? Eshitganingiz yo'qmi, oyim qiz knyaz yarador bo'ldi. Qaysi knyaz? Familiyasi nima? O'zimizning ilgarigi kuyov yigit, knyaz Bankonskiy. Ahvoli juda og'ir deyishadi.
Qani endi Xudo yor bo'lsin. Xudo. Qaranglar, bu o'sha-ku. Kim? Qaranglar, azbaroy Xudo Bezuxov. Pyotr Kirillович. Bu yoqqa keling, biz sizni tanidik. Pyotr Kirillович. Buni qarang-a. Nega bunaqa kiyinib oldingiz? Sizga nima bo'ldi, graf? Qo'ying. Nima bo'ldi deb so'ramanglar mendan. Nima, Moskvada qolmoqchimisiz? Moskvada? Ha, Moskvada. Omon bo'ling. Erkak bo'lganimda albatta siz bilan birga qolgan bo'lardim. Qanday yaxshi. Oyi, ruxsat bering, men qolay. Jangda qatnashibsizmi, eshitdik, rostmi? Rost gap. Ertaga yana jang bo'ladi. Sizga nima bo'ldi, graf? Juda o'zgarib ketibsiz. So'ramang mendan. O'zim ham hech narsa bilmayman. Ertaga yo'g'i xayr bo'lmasa, dahshatli zamon. Omon bo'ling. Birdan uning nazarida hamdan buyon biron narsa bo'lish ham, bu holatdan qutulish ham mumkin emasdek bo'ldi. Mana men orzu qilib yurgan muqaddas poytaxt o'z qismatini kutib oyog'im ostida yotibdi. Ajoyib, ko'rkam, go'zal shahar. Shahar vakillari muncha xayrlab qolishdi. Nayzabozlikka. Voy dod! Voy sho'rim qursin. Voy dod! O'shalar. Azbar Xudo, o'shalar 4 otliq. Salut la compagnie. Êtes de bourgeois? Parti. Logement. Les Français sont vos enfants, ce diable. Alors mon vieux, fâchons pas. Montrez les champs. Baringo, meniki seniki tushunmaydi. Nayzabozlikka! Yaralanmadingizmi? Yo'q shekilli. Muttaham, bu qilmishing uchun javob berasan hali. Bu aqldan ozganmasni afv eting. Siz meni o'limdan qutqardingiz. Siz fransuzsiz, kapitan Rambal. Men rusman. Buni boshqalarga ayting. Bu odamni endi nima qilamiz? Men kechiraman uni. Men sizning qulingizman endi.
Exquis. Votre nom de baptême, s'il vous plaît. Je n'en demande pas davantage. Ismingiz nima, janob Pyer? Menga keragi shu. Men siz uchun aziz avliyolarga kattakon sham yoqishim kerak. Badanimdagi o'qlarning o'zi ham men uchun kifoya. Biri Vagramda, ikkinchisi Smolensk ostonasida. Oyoqqa esa Moskva yaqinida bo'lgan katta jangda o'q tekkan. Ajoyib jang bo'lgan edi. Ishimizni murakkablashtirib yubordilaring. Maqtansalaring arziydi. Men o'sha yerda edim. Rostdanmi? Juda sozda. E'tirof etish kerakki, sizlar jasoratli dushmansizlar. Ajoyib xalqsiz. Siz ham o'zimizga o'xshagan soldatsiz. Yanada yaxshi, janob Pyer. Hamma xotinlarning Moskvadan chiqib ketgani rostmi? G'alati hodisa. Ular nimadan qo'rqdi ekan? Rus qo'shinlari Parijni ishg'ol qilsa, fransuz xonimlari chiqib ketmasmidi? Zot gapirdingizda. Parij? Parij jahon poytaxti. Parij bu Talma, Duchesnois, Poitiers, Sorbonne, xiyobonlar demakdir. Sizning xonimlaringiz haqidagi gapga qaytaylik. Ular juda qulay fursatni boy berishdi. Biz Vena, Berlin, Rim, Neapol, Madrid, Varshavani fath etganmiz. Bizdan qo'rqadilar, ammo bizni hurmat qiladilar. Keyin imperatorimiz. Imperator? Nima imperator? U o'tgan va kelajak asrlarning eng buyuk kishisidir. Nima? U Moskvadami? Yo'q. U Moskvaga ertaga kiradi. Tablar muncha xira. Morel, yana bir shishani ilib kel. Yo'q, bu mitish emas. Undan ancha uzoqda. Qara, Moskvani o'zginasiga o'xshaydi. Bu chaproqda-ku. Mitish qayoqda-yu, bu qayoqda? Lang'illab yonishini qara. Yo, janoblar, Moskva yonyapti. Yo Sushevskiyada, yo Rogozskiyada bos. Qanday dahshat. Yonib bitsa kerak Moskva. Vahimali alanga. Natasha. Bu yoqqa qara. Derazadan yaxshi ko'rinyapti. Qara, Natasha. Juda vahimali yonyapti. Nima yonyapti? Ha, Moskvaya. Hech narsani ko'rganing yo'q-ku axir. Hammasini ko'rganman. Natashaga Andreyning yarador bo'lganini va o'zlari bilan kelayotganini, ammo Natasha uni ko'rishi mumkin emasligini, Andrey og'ir yaralangan bo'lsa ham hayoti xavf ostida emasligini aytishgandan buyon qiz bu gaplarga ishonmay qo'ygan edi. Lekin baribir unashmaydi degan mulohazaga borib, indamay qo'ya qoldi. Sovqotibsan, titrayapsan, yotsang bo'lardi. Yotsang. Ha, yaxshi yota qolay. Hozir yotaman. Natasha jo'nganam, men o'rnimga kira qol. Yo'q, oyi, men polda yotaveraman.
Sizmisiz? Xayriyat. Meni kechiring. Sizni sevaman. Kechiring meni. Nima uchun? Qilmishlarim uchun. Meni kechiring. Kechiring. Men seni avvalgidan ko'ra ko'proq, yanada ko'proq sevaman. Pyer asli nasabini bildirmasdan Moskvada qolishi, Napoleonga uchrab uni o'ldirishi yo o'zi mahv bo'lishi va yo butun Yevropaning badbaxtligiga xotima berish kerak edi. Halte là! En arrière! Tout le camp! Yonib ketdi! Yonib! Voy dod yaxshilar! Yordam qilinglar, yordam! Qizimni tashlab chiqib ketishdi. Kuyib ketgandir, yonib. Voy qizginam! Siz olijanob odamsiz. Qo'shni hovli yonib, biznikiga ham o'tdi. Biz jon jahdimizni bu yoqqa qochib chiqdik. Olib chiqqanlarsa mana shu xolos. Mana shu ikona bilan sepimga kirgan to'shakni olib chiqibman. Ey xudo, qolgan hammasi qolib ketdi. Bolalarni tekshirsam Katinka yo'q, Katinka. Qayerda qolgan qizingiz o'zi? Baraka toping, panogohim. Hech bo'lmasa yuragimga taskin bering. Anishka, olib bor, yer o'tkir bu kishga ko'rsat. Olib bor, men topaman. Boraginam kuyib ketdi, sho'rginam qursin. Vite, emmenez les provisions. Abandon, il n'y a pas de temps à perdre. Ça chauffe dur, dépêchons-nous. Halte là! En arrière! Yo'q. Tor ko'cha bilan Nikolalarga o'tamiz. Mana shu yerda hozir. Bu yoqqa. Qaysi biri? Uylaring qaysi biri? Mana shu. Holimiz mana shu edi. Kuyib ketdingmi? Erkatoyim Katichka. Borishniyam ko'zimizdan qorasi kuyib kul bo'ldi. Bunga nima kerak ekan? Shu hovlida bir go'dakni ko'rmadilaringmi? Bog'da bir nima piqillayotgan edi. Balki shuning bolasidir. Dépêchez-vous, vous autres, il commence à faire chaud. On va vous trouver votre gosse. Mana bolangiz. Qiz bola ekan-ku, yaxshi, odamga o'xshab muomala qilish kerak. Hamma ham odam.
bo'tam kimingni yo'qotib qo'yding? O'zlari aslzodalardan bo'lsa kerak. Kimni bolasi bu? Mana shu yerda bir ayol bolalari bilan o'tirgan edi. Qora paltoli. Qayoqqa ketib qoldi ekan, ha? Menimcha, Anfiorov bo'lsa kerak. Anfiorovlar qayoqda ertalab jo'nab ketishgan. Bu bola yo Mariya Nikolayevnaniki, yo Ivanovlarniki bo'lsa kerak. Bu odam ayol kishi deyapti. Mariya Nikolayevna oyim ekayu. Mariya Nikolayevna demadimmi? Mana bu bo'rlar kelgandan keyin ular boqqa o'tishdi. Ol bolani. O'zingga olib bera qol. Tegmang bu ayolga. Qamoqqa olinglar uni. Poruchik, yonida xanjari bor ekan. Shaharga o't qo'yganlarga o'xshaydi. Qani marsh. Bo'daginam. Qizchani. Qizchani men nima qilay bordi ularniki bo'lmasa-chi? Nima deyapti bu? Nima derdi? Qo'lidagi meni qizcham. Hozir uni o't ichidan olib chiqdim. Omon bo'l. Qadr buzrukvorimiz imperator Faqat mavjud voqelik ko'lankasi va in'ikosidan bezovta bo'lgan osoyishta, dabdabali Peterburg hayoti eskicha o'tmoqda edi. Aynan shunga ko'ra, yuz bergan falokatni va rus xalqining og'ir ahvolga tushib qolgan tasavvur qilish g'oyat mushkul edi. Bu safar Sherer mehmonxonasida imperatorga yuborilayotgan Avliyo Sergey ikonasiga qo'shib yuborish uchun arxiyepiskop hazrati oliylari tomonidan yozilgan maktub o'qilardi. Ayni Fransiya elidan kelgan o'sha dajjal Rossiya tuprog'iga, ona vatanimiz tuprog'iga ajal urg'uni sochaversin. Lekin rus iymoni, rus pahlavonining Peterburgda tarqalgan yana bir yangilik shu bo'ldiki, Elen Bezuxova to'satdan vafot etdi. Ming taassufki, mening bemorligim
sizni o'z ko'zim bilan ko'rib, quvonish imkonidan Siz kimsiz? Men bu odamni taniyman. Bu mumkin emas, general. Men sizni birinchi marta ko'rib turishim. Bu rus josusi. Yo'q, a'lo hazratlari. Meni tanigan bo'lishingiz mumkin emas. Men Moskvadan chetga chiqqanim yo'q. Ismi sharifingiz? Bezukhov. Qu'est-ce qui me prouvera? Gapingiz rostligini kim menga isbot qilib bera oladi? Monseigneur. Comment pourrez-vous me prouver? Haq gapirayotganingizni nima bilan isbot qilasiz? Je suis connu de monsieur Rambal. Meni 13-yengil polk kapitani janob Rambal taniydi. Vous n'êtes pas du tout. Siz yolg'on aytyapsiz. Monseigneur. L'empereur vous attend. Emmenez-le. Olib boring. A'lo hazratlari. Nima qilaylik buni? Ha, albatta. Oh, vale la pena di vedere. İmperatorimiz va qirolimiz nomi bilan 3812-yil sentyabr oyining 8-kuni shunga binoan harbiy sud komissiyasi aybdorlar yuzasidan bir ovozdan hukm chiqardi. Aybdorlar otib o'ldirilsin. Meni jamiki xotiralarim, orzularim, xayollarim, fikr mulohazalarim bilan birga qo'shib qatl etayotgan, jonimni olayotgan kim o'zi? Kim qilyapti bu ishlarni? Axir kim o'zi u? Bularning hammasi ham mendek iztirob chekyaptimikin? Kim o'zi iztirobga solayotgan? Hech kim. Tartib, vaziyat taqozosi.
Kerak yo'q. Qo'yinglar. Kerak emas. Kerak emas. Kerak emas. Juda ko'p azob chekdingizmi, Barin? Xafa bo'lma og'ayni. Chidash kerak boshna. Mana shunaqa bo'lar ekan azizim. Shunaqa. O'zing kimsan? Soldatmisan? Ha, Abshiron polkini soldatiman. Bezgay tutib yotuvdim. Biz 20 tacha edik. Hech o'ylamagan edik, hech ham. Hech kim ham xayoliga kelmagandi. Zumrasha, kepti muttaham unutmabdi. Bo'l. Mana, tamada qilib oling. Tushlikka atalab berishdi. Kartoshka bolda shirin. Nega unday yeysan? Mana qarab tur. Bunday qilib ye. Mana. Bunday. Kartoshka bolda shirin. Yo'q, men ko'mayliya. Lekin nega haligi sho'rliklarni otishdi? Eng kichigi 20larda edi-ya. Jim. Gunoh-ku axir. Sud bor yerda haqsizlik bo'ladi. Bu yerga kelganingga ancha bo'ldimi? Menimi?
yakshanba kuni Moskvadagi gospitalda bosib olishdi. Meni otim Platon. Karatayev laqabimiz. Xizmatda Lochin deb chaqirishadi meni. Qalay zerikmayapsanmi bu yerda? Nega endi zerikmay oshna? Nega zerikmay? Moskva hamma shaharlarning otaxoni-ku. Zerikmay bo'larkanmi bularga qarab? Mayli. Qurt karamni kemirsa ham baribir oldin o'zi o'ladi. Ota-bobolarimizdan qolgan naql bu. Nima deding? Menmi? Hamma narsa Parvardigordan deb aytyapman, oshnam. Shunaqada. Voy, nazarimda uyqung kelganga o'xshaydi. Qara, voy tirranchi, sini yotibdi. Hech vaqt yotishini qara. Ey Xudo, o'z panohingda asra biz bandalaringni. Knyaz Andrey nainki bilgan, balki o'layotganini, hozir chalajon bo'lib qolganini his qila boshlagan edi. Bu hayot va mamot o'rtasida borayotgan eng so'nggi ruhiy kurash edi. Bu kurashda mamot g'olib chiqqan edi. Andrey hayotdan juda uzoq bo'lgan o'sha dahshat, mangulik, mavhumlik maskanini oshiqmay, xotirjamlik bilan kutardi. Uxlayotganingiz yo'qmi? Yo'q. Anchadan beri sizga tikilyapman. Natasha. Sizni haddan tashqari sevaman. Jonimdan ham ortiq sevaman. Men-chi? Nega haddan tashqari deyapsiz? Nimani deysizmi? Siz nima fikrdasiz? Yuragingiz nimani his qilyapti? Nimani? Menga ochig'ini aytavering. Men tirik qolamanmi? Nima deb o'ylaysiz? Ishonchim komil, tuzalib ketasiz. Rahmat sizga. Kecham uxlamadingiz. Uxlashga urinib ko'ring. Iltimos.
o'lim edi. Men o'ldim. Demak, uyg'ondim. O'lim uyg'onish demakdir. Salom, Mari. Qanday qilib yetib kelding? Nikolashkani ham olib keldingmi? Nikolashkaga yig'layapsanmi? Qo'y, yig'lama. Yig'lama bu yerda. Agar bordi-yu men birinchi bo'lib qanday bo'lmasin bitim haqida og'iz ochsam, kelgusi avlodlar la'natiga uchrayman. Xalqimiz irodasi mana shundan iborat. U sulh tuzishni iltimos qildi. Lekin u iltimosiga yo rad javobi olar, yo hech qanday javob olmas edi. Barcha rus kishilarining va ular bilan birgalikda Kutuzovning Borodinoda bergan qaqshatqich zarbasi fransuzlarni halokatga olib borishi muqarrar edi.
Buni Kutuzov butun vujudi bilan his qilayotgan edi. Ammo buning uchun dalil isbot kerak edi. Doktorov bilan Aleksey Petrovichdan chopar keldi. Qani yaqinroq kel. Qanday xushxabar olib kelding menga? A? Napoleon Moskvadan chiqib ketdi. Shu rost gapmi? A? Napoleon Moskvadan chiqib ketdi, a'lo hazratlari. Uning qo'shinlari Paminskayada Yaratgan Parvardigorim. Ibodatlarimiz bekor ketmabdi. Xalos bo'ldi Rossiya. Keldingmi? Platon qani? Nohaq azob chekkan o'sha begunoh chol qayerda ekan deb qidirib qolishdi. U sho'rlik allaqachon olamdan o'tgan ekan-u. Bular qidirib yotishibdi deng. Shunaqa. Hayot shunaqa ekan. Mana Karatayevni oling. Tuproqday sochildi-yu, olamdan o'tdi ketdi. Qanday sodda va aniq hol bu. Nega buni ilgari bilmagan ekanman? Hayot hamma narsa demak ekan. Allez!
Qo'ymadi meni soldat. Meni tutib olishdi. Hibsga olishdi meni. Asoratda saqlashyapti meni. Kimni? Meni. Mening mangu bor hayot qalbimni. Shularning hammasi mening vujudimda. Shularning hammasi meniki. Shularning hammasi o'zimman. Generaldan kechiring, ozgina qo'l bo'lib qoldi. Kim bu? Asirmi? Hali jangda ham bo'ldingizlar. Asir bilan gaplashsam mayli. Rostov. Ija. Obvosili. Siz nima deb o'ylaysiz, Vasil Fyodorovich? Sizlar bilan bir kun qolsam maylimi? Menga bilib kel deyishgan. Bilib olaman-da. Faqat meni eng muhim yerga yuboring. Menga mukofot kerak emas. Menga haligi eng muhimi kerak. O'tinaman, menga albatta otryad bering. O'zim komanda beradigan bo'ling. Xo'sh, nima qilibdi? Ha, pichoq kerakmi sizga? Yosh pichoq. Mayli, olavering, sizga berdim. Yo'q. Menda ko'p bunaqa pichoq. Voy, bu esim qursin. Mayizim bor edi-ku. Haligi juda shirin. Bitta ham urug'i yo'q. 10 qadoq sotib oluvdim. Juda ham shirinlikka o'chmanda. Olinglar janoblar, olinglar. Rahmat. Kafeni kerak emasmi sizlarga? O'zimizning savdogardan sotib olganman. Uning juda ajoyib mollari bor. O'zi ham sof til kishi, muhimi shu. Albatta sizlarga yuboraman. Boya sizlar asirga olgan bolani yonimga chaqirsam maylimi? Balki unga ovqat berish kerakdir, balki. Ha, sho'rli bola. Bu yoqqa chaqiring. O'zim chaqiraman. Pensiya unasizmi? Mayli chaqira qol. Qanday yaxshi. Qanday yaxshi bo'ldi. Ha. Rostovlar avlodidan. Entrez. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Xo'sh, Qarabaq. Jang qilamizmi ertaga? Nega uxlamayapsiz, barin? Uxlasangiz bo'lardi. Yo'q. Lixachovmidi seni familiyang? Ha? Jangdan oldin uxlaydigan odatim yo'q. To'ponchangizni chaqmoq toshi yeyilib ketmaganmi? Yo'q, yeyilmagan. Meni olib kelganmi? Kerak emasmi? Berishi mumkin. Hamma ishni puxta qilishga odatlanganman. Ba'zilar puxta tayyorlanishmaydi-da, keyin attang deb yurishadi. Unaqalarni yoqtirmayman. Yaxshi qilasiz. Ha, aytganday. Iltimos azizim, qilijimni chaqlab qo'y. O'tmaslashib qopti. Bo'ladimi? Nega bo'lmas ekan? Nima? Yigitlar uxlashyaptimi?
Birov uxlayapti, birov shunday. Ana u bolachi, fransuz, Vincent. Vincentmi? Dahlizda don qotib yotibdi, qo'rqqandan uxlab qoldi. Axir men tush ko'ryapman-ku. Quloqim ching'illayapti. Mana tayyor janob oliylar. Fransuzni bir chopganda ikkiga bo'lib tashlaysiz. Yagona iltimosim shu, Petya. O'zboshimchalik qilmaysan, to'dadan ayrilmaysan. Signal. Maylanib o'ting, piyodalarni kuting. Kuting deysizmi? Ura! Tamam. O'ldi. Petya! O'g'lim! Yo'q, yolg'on. Natasha bo'xton.
Bo'xton! Daf bo'ling hammangiz! Yo'q, bo'xton! O'g'lim o'ldi! Oyijon, yo'q, ishomayman. Azizim, ishomayman. Tinchlanning. Yo'q, oyijon, ishomayman. Tinchlanning. Oyi! Oyijon, oyijon, ishomayman. Tinchlanning. Yo'q. Yo'q, bo'ldi. Oyi, gapirmang. Gapirmang. Oyijon, oyijon, gapirmang. Bo'ldi. Bo'ldi. Natasha, sen meni yaxshi ko'rasanmi? Natasha, menga rostini aytasan, ha? Yo'q! Yo'q! Bo'ldi! Bo'ldi, oyi! Napoleon o'z qo'shinlarini tashlab, Shahzoda Vichenskiy nomi bilan Parijga jo'nadi. Siz yakson qilib tashladingiz. Toj taxtni menga Xudo bergan. Unga qo'l cho'zganning sho'ri quriydi degan karomatim rost bo'lib chiqdim. Endi sizlar o'z chegaralarimizni himoya qilish bilan cheklanmasdan, urushni dushman yerida davom ettirishingiz lozim. Soldatlar, fransuz millatiga tinchlik va'da qilganimda sizning nomingizdan gapirgan edim. Sizlar Gollandiyani, Reynni, Italiyani zabt etdingiz va hayratda qolgan Vena ostonasida tinchlikka imzo chekdingiz. Soldatlar, Fransiyaga sizlar faqat nomus yo'li bilan qaytishni istaysizlar. Biz o'z vatanimiz tuprog'iga faqat zafar darvozasi orqali kirib boramiz. Soldatlar, mana siz ko'pdan beri orzu qilib kelgan jang ham yetib keldi. G'alaba deyarli o'z qo'lingizda. Uni qo'lga kiritsangiz, farovon hayotga muyassar bo'lasiz va tezroq ona yurtingizga qaytasiz. Austerlitz yaqinida, Friedlandda, Vitebskda, Smolensk ostonasida qanday jang qilgan bo'lsangiz, endi ham shunday mardligingizni ko'rsatingki, avlodlaringiz sizlardan faxrlanib, u ham Moskva ostonasidagi buyuk jangda qatnashgan edi deb g'ururlanib yursin. Sinov daqiqalarida boshqalarning bunday hollarda qanday ish ko'rishini surishtirib o'tirmay, yo'lida uchragan birinchi tayoqni qo'liga olib, jon jahdi bilan dushmanga hamla qiluvchi, nainki hamla qiluvchi, balki dilidagi tahqir va intiqom tuyg'usi, nafrat va ayanch hissiyoti bilan almashguncha dushmanni bamayli xotirlik bilan do'pposlovchi xalqqa tasanno o'qiymiz.
o'zini kapitan Rambalning dengiga bandayapti. Obke. Ha. Ofitser ekan, is qolish kerak uni. Ofitser deysanmi? Ha. Polkovnikning xonasiga olib kirish kerak uni. U mening saxovatli do'stlarim. Mana haqiqiy odamlar. U mening saxovatli do'stlarim. Qaraycha. May. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre qui eut le terrible talent de boire et de battre et d'être un ver galant. Et j'ai mon bon vin, j'ai mon les filles, et j'ai mon bon vin. Le bon brille, voilà tout le refrain. J'ai mon les filles et j'ai mon le bon vin. Point de soleil, il se trouvait le sein. Point de soleil, il se Ular ham oda. O'makni ham o'ziga yarasha ildizi bor. Yo tavba. Yulduzlar muncha ham ko'p-a. Yulduz ko'p bo'lsa hosil mo'l bo'ladi deyshadi. Eg boshini. Pastroq. Ana bo'ldi. Ura, azamatlar! Sadoqatli xizmatingiz uchun tashakkur. G'alabamiz muqarrar bo'ldi. Rossiya sizlarni unutmaydi. Abadiy shon sharaf sizga. Gap bunday birodarlar. Sizlarga qiyin bilaman. Ammo nachora. Biroz sabr qiling, ko'pi ketib ozi qoldi. Mehmonlarni jo'nataylik, keyin dam olamiz. Sizga ham og'ir. Ammo siz o'z uyingizdasiz. Ularchi? Qarang, ne holga tushganlar. Gadoydan ham battar bo'lishibdi. Bular kuchli paytida bizga shafqat qilishgan emas. Endi bularga biz shafqat qilishimiz lozim. Bular ham odam-ku axir. Shundaymi? Azamatlar. Ochig'ini aytganda, kim chaqirgan bularni? Bopladik, ammo tumshug'ini go'ngga botirdik.
Pyer o'z idroki bilan emas, balki butun vujudi, hayoti bilan insonning baxt uchun yaratilganligini faqat endi tushundi. U tevarak atrofida qulf urib yashnayotgan doimo o'zgaruvchan, abadiy muazzam, aql bovar qilmaydigan poyonsiz hayotni zavq-shavq bilan mushohada qilardi. Mana qanday vaziyatda diydor ko'rishyapmiz. Andrey so'nggi damlarda ham sizni juda ko'p gapirdi. Omon qolganingizni eshitib biram xursand bo'ldimki, bu biz uchun ko'pdan beri eshitilmagan birdan-bir xush xabar. Bilasizmi, men Andrey ahvolidan butunlay bexabar edim. Urushda o'lgan deb yuruvdim. Uning to'g'risida nimaiki eshitgan bo'lsam, hammasini yot odamlardan eshitgandim. Rostovlarnikida yotganidan xabarim bor. Qalanga tavba. Nima, tanimadingizmi bu bolani? Eng go'zal, eng aqlli odam bo'lganimda hamda erkin bo'lganimda edi. Men shu zahoti tiz cho'kib sizning qo'lingiz va mehringizni so'ragan bo'lardim. Yaşasın bütün oğlan! Men bo'lsam ezgulikni yaxshi ko'radiganlar bir-birimizga qo'l uzataylik. Faqat yagona tug' uzoq davom etuvchi ezgulik tug'i doimo hilpirab tursin deyman. Men faqat shuni aytmoqchimanki, teran ma'no beruvchi jamiki fikrlar hamma vaqt sodda bo'ladi. Butun vujudimni shunday bir fikr qamrab olgan. Modomiki vijdon o'zaro aloqa bog'lab bir yoqadan bosh chiqararkanlar, vijdonli kishilar ham aynan shunday ish ko'rishlari lozim. Bu nihoyat oson ish.